2026 McLaren 720 bu britaniyalik superkarlar tarixida alohida o'rin egallagan modelning yanada mukammal va zamonaviy talqinidir. McLaren ushbu avtomobil orqali o'zining Formula 1 poygalaridan kelib chiqqan tajribasini, ilg'or aerodinamika va yengil konstruksiyalarni birlashtirib, haydashni haqiqiy san'at darajasiga olib chiqadi. 2026 yilgi 720 tashqi ko'rinishi silliq, oqimli va bir vaqtning o'zida agressiv dizayni bilan darhol e'tiborni tortadi. Past joylashgan old qism, yirik havo kirish kanallari va faol aerodinamik elementlar avtomobilga nafaqat futuristik ko'rinish, balki yuqori tezlikda mukammal barqarorlik ham beradi. Kuzov shakli shamol qarshiligini minimal darajaga tushirish uchun ishlab chiqilgan bo'lib, bu tezlik va yoqilg'i samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu superkar yuragida kuchli 2 turbinali 8 dvigatel joylashgan bo'lib, u McLarenga xos o'tkir tezlanish va yuqori quvvatni ta'minlaydi. 2026 McLaren 720 dvigateli har bir gaz bosilishiga darhol javob berib, haydovchiga to'liq nazorat va ishonch hissini beradi. Yengil vaznli karbon tolali monokok shassisi avtomobilning umumiy og'irligini sezilarli darajada kamaytirib, burilishlarda aniqlik va chaqqonlikni oshiradi. Tezlik oshgani sari avtomobil yo'lga yanada mahkam yopishadi va har bir burilishda poyga avtomobiliga xos aniqlikni namoyish etadi. Ichki salon McLarenning minimalistik, ammo yuqori sifatli dizayn falsafasini to'liq aks ettiradi. Premium teri, alcantara va karbon tolali materiallar salonni sportcha va zamonaviy ko'rinishga keltiradi. Haydovchi o'rindiqi past joylashgan bo'lib, avtomobil bilan bir butun bo'lib ketgandek hissiyot uyg'otadi. Raqamli asboblar paneli va markaziy sensorli ekran barcha muhim ma'lumotlarni aniq va oson o'qiladigan tarzda taqdim etadi. Multimedia va ulanish tizimlari kundalik foydalanishda qulaylik yaratib, zamonaviy texnologiyalarga moslashgan. 2026 McLaren 720 xavfsizlik va boshqaruv texnologiyalari borasida ham yuqori darajani taklif etadi. Avtomobilda haydash rejimlariga moslashuvchi elektron tizimlar, barqarorlikni nazorat qilish funksiyalari va yuqori samarali tormoz tizimi mavjud. Faol aerodinamik elementlar tezlik va yo'l sharoitiga qarab avtomatik ravishda ishlaydi. Bu esa yo'lga yopishish kuchini oshirib, maksimal nazoratni ta'minlaydi. Tormozlar yuqori tezliklarda ham ishonchli va barqaror ishlashi bilan ajralib turadi. McLaren 720 2026 haydash jarayonida haydovchiga betakror hissiyotlar ulashadi. Har bir tezlanish, har bir burilish va har bir tormozlash aniq va o'ylangan tarzda bajariladi. Bu avtomobil nafaqat tezlikni, balki haydash zavqini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Shu bilan birga, u kundalik hayotda ham nisbatan qulay bo'lib, superkarlar orasida o'ziga xos muvozanatni saqlab qoladi. Xulosa qilib aytganda, 2026 McLaren 720 bu yengillik, tezlik va ilg'or texnologiyalarning mukammal uyg'unligidir. U McLarenning poyga merosi va kelajak qarashlarini birlashtirib, superkarlar olamida o'zining mustahkam o'rnini saqlab qolmoqda. Bu model nafaqat avtomobil, balki tezlik va muhandislik mukammalligining haqiqiy timsolidir.